Bu bizni pomelo. Ko'rib turganingizdek, ham limonga, ham nokka o'xshab ketadi. Bir xillar qovunga ham o'xshatadi. Buni kesganimizda mana shunaqangi qalin po'stlog'iga egaligini ko'ramiz. Endi tozalashga keladigan bo'lsak, YouTube'larda yoki Instagramda yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib turganimizdek, uni mamdek qilib kessak ham bo'ladi. Lekin biz buni mandaringa o'xshab tozalaymiz. Shunda juda ham chiroyli, juda ham toza bo'lib tozalanadi. Mana. Mazasiga, hidiga umuman gap bo'lishi mumkin emas. O'zingizda xuddi Tailandda yurgandek his qilasiz. Nimagaki, hidi ekzotik hid kelib turibdi bundan. O'zi oddiy apelsin yeganimizda ham hidi juda ham yoqimli bo'ladi-yu, to'g'ragan vaqt. No bu pomeloniki juda ham zo'r hidi. Aytinglar, nimaga butun dunyoda shunchalik noz-ne'matlar turganda biz bularni tatib ko'rmasligimiz kerak? Axir hammasi hozir hamyon bo'lib turibdi. Bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Biroz qiyin buni tozalash albatta. No. Shunga arziydi. Ta'mi juda ham. Buni tozalashimizga 5 daqiqa vaqtimiz ketdi. Mana shunaqangi ichida mevasi bor. O'zi aslida buni mana shunaqa qilib xuddi mandarin bilan birga bir tozalanadi. Ya'ni bir xil tozalanishi. Yana bitta plyus tomoni pomeloni mandaringa o'xshab suv chiqib ketmaydi tozalaganda. Juda ham jostki, ya'ni qattiqroq bo'ladi mevasi. Buni bemalol mana shunaqa qilib yaxshilab tozalasangiz bo'ladi. Mayli, hozir men sizga prям oxirigacha tozalab ko'rsatmayman. No. Men sizga mevasini ko'rsatmoqchiman. Bismillah. Ancha kuch talab qiladi. Mana shunaqangi sochный, присочный meva. Shunday qilib, xuddi mandaringa o'xshab, mana shunaqa do'lkachalardan bo'lib, endi buni tozalaymiz. Eng zo'r joyi mana shu. Men mazza qilib iste'mol qilaman. Nimagaki, tozalanishi juda ham akkuratli. Birinchi o'rinda suv chiqib ketmaydi. Ikkinchi o'rinda bo'lsa, hozir men sizga ko'rsataman. Eng asosiy narsasini ko'rsataman. Mana biz kutgan oxirgi natija. Buni hidini men sizga ta'riflab bera olmayman. Лучше давайте yeb ko'rmaganlar. Shunchaki xarid qilib iste'mol qilib ko'rasizlar. Iste'mol qilmaganlar albatta. Menimcha ko'p odamlar o'zi iste'mol qilib bo'lgan. Bismillah. Bu mandarin, apelsin. Yana nima desam? Gulosga ham o'xshatamanmi? Shularni bu jonisi. Babushkalari kattasi bu. Mandarinlar oilasini eng katta avlodi hisoblanadi, menimcha. Shuncha salkam 30 yil mana shu meva haqida bilmaganimizga hayron qolaman. Nimagaki, kichkinaligimizda faqat olma iste'mol qilardik. Mandarin ham bo'lsa bayramlarda. Banan faqat yangi yilda. Yana bir narsani aytishni unutmang. Mana bu kajurasi, ya'ni po'stlog'i, mana po'stlog'i juda ham ta'xir bo'lar ekan. Xuddi greypfrutni ta'mi kelib ketadi po'stidan. O'zini yeysiz, dahshat. Qisqasini aytganda 30 mingga olib iste'mol qilishga, ya'ni tatib ko'rishga men o'ylashimcha arziydi. Chunki 30 mingni shunchaki havoga ham sovurib yuborishimiz mumkin, to'g'rimi? Umuman shunchalik mazali mevalarni nima uchun tatib ko'rmasligimiz kerak? O'zi aslida kamera ortida, ya'ni kameraga qarab taom iste'mol qilishni yoqtirmayman. Buni nimaga men sizlarga ASMR qilgim keldi? Chunki bundan oldin bu mevani bilmaganim, iste'mol qilib ko'rmaganim menga juda ham qattiq alam qilgan. Lekin sizlar mana shu narsani iste'mol qilib tatib ko'rishinglarni juda ham xohlayman. Ta'mi haqiqatan ham zo'r. Buni bitta yaxshigina xususiyati oshqozonni tuzatadi deb eshitganman. Yana ham bilmadim. По-любому meva menimcha hammasi foydali bo'lsa kerak.